Ibrohim, qo'lingni och. Ochdim. Yop endi. Yopdim. Ochilib yopilyapti, to'g'rimi? Murodjon, qo'lingni och. Ochilmaydi, lekin ochishni xohlayman. Ko'rdingmi? Bu videoni o'tkazib yubormang. Instagramda yaxshi video bor, yomon video bor, foydali bor, foydasiz videolar bor. Xullas ko'p. Lekin ko'pincha holatda foydasiz videolar, yarim yalang'och videolar prosmotri bang'illab ketgan bo'ladi, like bosilgan bo'ladi. Nimaga iminnoy mana shunaqangi yordam beradigan videolarni prosmotri kam bo'ladi yokida kimgadir jo'natilmaydi. Nimaga like bosilmaydi? Murodjon 18 yoshda, tug'ma teri kasallik bilan tug'ilgan. Yordaminglar kerak, xullas akalar. Cho'zib o'tirmayman. Oramizda boyvachcha, saxiy insonlar juda ham ko'p. Ja bo'lmaganda like bosib, tarqatib qo'ying, savobga sherik bo'lasiz. Shu bolajonni qo'li ham tez kunlarda inshaalloh ochiladi. Rossiyaga borib operatsiya qilish kerak bo'lyapti. Bitta qo'lga 5000-6000 dollardan pul kerak bo'lyapti.